PUBG Mobile'ga million dollarlab sarf qilgan va eng katta donatlarni qilgan top 3 ta dunyo donatorlari. 3-o'rinda Badr. U Popularnost Battle uchun o'tgan yili, ya'ni 2023-yilning oxirida 900 ming dollardan ko'p sarf qilgan va bu faqatgina bir kunlik raund uchun edi. Umuman olib aytganda, общий donat qancha qilganini bilmayman, lekin hozirgacha, ya'ni globalniy reytingda hozir ham 3-o'rinda turadigan akkaunt uchun faqatgina Popularnostni pulga sotib olgan. Undan tashqari unga ham juda ko'p donatlar qiladi. Ikkinchi o'rin esa bu o'zbekistonlik Knyaz. U ham o'tgan yili birinchi o'rin Popularnostni egallash uchun 1 million dollardan ko'proq Popularnost sotib olgan bir kechada va dunyo bo'yicha 2023-yilning Popularnost donatori deb tan olingan edi. Undan tashqari PUBG Mobile'ga juda ko'p donatlar qilgan streamerlarga sovg'alar, samolyotlar, Popularnostlarni hisoblaganda 1 yil davomida Knyaz qilgan donatlari bilan dunyo bo'yicha 2-o'ringa chiqib oldi va o'tgan yilning o'zidayoq PUBG Mobile'ni umuman qaytmaydigan bo'lib tark etdi. Va nihoyat birinchi o'rin PUBG'chilarga juda ham yaxshi tanish bo'lgan Arduzai. To'g'ri, u ham PUBG Mobile'ni 1 yil oldin tark etgan. Lekin u PUBG Mobile ochilganidan beri nima skin bo'lsa hammasini ochgan, Popularnost bo'yicha ham reytingga kirgan. Undan tashqari Ultimate, Mifitskiy, orujalar bormi, hammasini ochib full qilib yurgan. Shuni vassalami 2018-yildan beri